Xalq istagin bajo etmoqlik Islom otaga ko'p huzur edi. O'zbekiston xalqi uchun u misli hazrati bir hazil edi. Bejiz emas otamiz hoki, hozil huzul bizda yonma-yon yurtimizning bog'boni ketdi. Ishongimiz kelmaydi hamon, barchamizning ko'zimizda yosh. So'nggi yo'lda kuzatib uni farzandlarim yig'lar har kuni. Uxla bolam surating tongda, men o'zingga qaytib beraman. Islom bobom hayotin senga ertak qilib aytib beraman. Har lahzada qat'iy turolgan el ichida erkak bo'ladi. Qilgan yaxshiligi avlodlar uchun bir ibratli ertak bo'ladi. Bilgin bolam bu ulug' zotdir. Yurtni sevgan o'zidan ortiq, borlig'ini bag'ishlab unga tinch hayotni qiladi tortiq. Mustaqillik obod yurtni o'z vataniga o'rgatib ketdi, vatanni qandoq sevishni ham o'rgatib ketdi.